Assalomu alaykum. Hojona, hojata yaxshimisizlar? Va alaykum assalom, baraka toping. Yaxshi keldilarmi? Qayerdan keldilar? Allohga shukr, yaxshi. Biz Jizzax viloyati Zardor tumanidan keldik. Nima shikoyat bilan kelgandilar bu yerga? Biz endi tanishlarning tavsiyasi bilan mana shu yerning suvi juda ajoyib, xodimlari ham ajoyib deb tavsiya bergani uchun keldik. Mana rahmat, hammasi baraka topsin, mehribon, bir-biridan quchoqchaq, hamma xodimlari baraka topsin. Juda ajoyib, zo'r dam olyapmiz. Onaxon sizchi? Men belim og'rirdi, oyog'im og'rib turdi. Shu yerdan shifo topaman deb keldim. Allohga shukr. Belim ham, oyoqlarim ham qo'ydi. Massaj olyapmiz. Elektrofarez, vanna, igna, hammasi yaxshi. Shifo topdik. Oyoqlar, bel og'riqlar qoldi. Allohga shukr. Shu yerda hamma ishchilarga katta rahmat. İşlerin omadini bersin. Alloh barakalarni yog'dirsin shu sanatoriyaga. Rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Shifo topganlaringdan xursandmiz. Yana kelinglar. Xudo xolasa albatta kelamiz. Sog' bo'linglar ota. Rahmat. Sizlar ham baraka topinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat.